Sirot ko'prigidan so'ng ikkinchi ko'prik Qantara. Qantara Sirot ko'prigidan keyin jannat darvozalaridan oldin bo'ladi. Bu yer jannatga kirishdan oldin oxirgi to'xtash nuqtasi hisoblanadi. Uning maqsadi mu'minlar orasidagi o'zaro adovat, zulm, haqlarni poklash va tozalashdir. Sirotdan faqat mu'minlar o'ta oladi, ammo bu mu'minlarning hammasi jannatga toza holda kira olmaydi. Ular hayotda bir-biriga g'iybat qilgan bo'lishi, haqqini yegan bo'lishi, tuhmat qilgan, kaltaklagan yoki haqoratlagan bo'lishi mumkin. Bu holatlar oxiratda qantarada hal qilinadi. Haq sohibiga o'z haqqi qaytariladi. Bu yerda mo'min bandalar bir-birlariga qarshi da'vo qilishadi. Insonlarning haqlari qondiriladi. Bu yerda jazo asosiy hisoblanadi. Mol-mulk bilan emas, balki savoblar bilan qondiriladi. Zulm qilgan kishining savoblari zulm qilingan kishiga beriladi. Agar savob tugasa, zulm qilingan kishining gunohlari unga yuklanadi. Qantara faqat sirotdan omon o'tgan mu'minlar uchun. Kofirlar, munofiqlar sirotdan o'tmaydi. Hisob-kitob tugagach, insonlar tozalangan holatda jannatga kiradilar. Ularning qalblaridagi kin, gina, adovat, hasad yo'q qilinadi.